Assalomu alaykum akalar. Obzorimizda Kia K3 mashinasi 2019 svej kelgan, 2 oy bo'libdi kelganiga. 2019 1.6 benzin. Tak, mashina faralarini ko'ryapsizlar. Shunaqa faralarda mashina holati родной окрас deyapti. Bitta detalda вторичный kraskasi bor deyapti. Бесключевой доступ, повторитель поворотники bor, elektropaket. Xo'p, probegi ham original deyapti. O'zinglar uchun bir qator tekshirib ko'rasizlar. 87 ming original probeg deyapti. Tak, 2019 mana VIN kodi bilan tekshirib ko'rasizlar. Sizning podogref bor, abduf bor, dul podogref, avtomat korobkada, o'zini monitorida. Xo'p, mashina himsga bo'lmagan. Shu kelgan bo'yicha vaqtdan bo'lmayapti aka. Buni bozorga olib chiqib, tayyorlab, nima qilgani deyapti. Xudo xolasa inshaalloh senasini ham sizlar uchun tolashib, tortishib, arzonlatib qo'ydik. Ya'ni o'zingizlarga ham qoldirib qo'ydik. Xudo xolasa o'zingizlar ham bir savdolashib, inshaalloh olasizlar. Xo'p, buni puliga kelsa $11,600 deyapti. Ya'ni ozmoz kami bor deyapti. O'zingizlar telefon qilib savdolashingiz mumkin. Nomerini qoldiraman.